Xullas YouTube'da men bir kanalni topib oldim va hamma ishlarimni tashlab yubordim va videolarini ko'ra boshladim. Afsuski, yigitning videolari qanchalik ham zo'r bo'lmasin, obunachilari juda ham kam. Shuning uchun kelinglar unga yordam beramiz va yozgacha unga 200 ta obunachi qilamiz. Bir martagina bo'lsa ham maza qilib uxlarkanman. Barcha bezorilarga salom, qolganlar esa mening ismim Dermund va men UJG a'zosiman. Ha do'stlar, biz bugungi videoda nima qilishimizni bilasizlarmi? Biz bankni o'maramiz. Ha do'stlar, shuning uchun ham hoziroq like tugmasini bosib qo'ying, kommentariyaga tushing va o'z fikringizni yozib qoldiring. Biz bankdan qancha ko'p pul o'g'irlab keta olamiz? Bundan tashqari biz uyimizni mana bunday qilib bezadik. Yana menga boss mana bunaqangi ajoyib jitelni sovg'a qildi. Uni ichiga pullarni saqlash mumkin. Mana menga o'zimni ulushimni berishdi va dorilarni nimaga bu yoqqa solib qo'yishganini men bilmadim. Ajoyib jitil do'stlar, bossga gap yo'q. Undan tashqari qaranglar, menda qop-qora kravat. Ha do'stlar, chunki men banditman, niyatlarim qora, hamma narsam qora, hayollarim, kiyimlarim xullas ajoyib. Faqat divanimiz oppoq, lekin boyib ketsak olarmiz. Ha do'stlar, boss meni kutib qolgandir. Chiqadigan kuning bor ekan. Albatta boss, xayrli tong. Xayrli tong. Topshiriq esingdami? Albatta esimda. Hozir lekin juda ham issiq bo'ladi. Albatta, shu gapingni tashlamas ekansan-da. Endi xo'sh, nima qilamiz yigitlar, tayyormi? Ha, sizlar ishingizni qilinglar, biz ham tayyor bo'lib turamiz. Okey, unda men hozir kod va fayllarni olishga boraman. Bo'ptimi boss, lekin 100% omadimiz keladimi? Albatta. Bo'pti, bo'lmasa men ketdim. Omad. Rahmat sizlarga ham. Qalaysan? Ajoyib. Omad sizlarga ham. Tayyormisan o'zi? Yaxshi. Bu juda ham mas'uliyatli kun do'stlar. Bu shaharcha tarixida birinchi marotaba. Jon, qalay? Ajoyib. Tayyormisan? Bugun kuni bilan eshityapman, tayyormisan? Menda u. Bo'ldi, hech kim yo'q, chiqamiz. Hozir shoshma, mayli, bo'p ketdik. Ajoyib do'stlar, biz yetib keldik, ammo bu bank emas do'stlar. Bu bir bankirning uyi. Xullas, men hozir tushaman, xo'pmi? Xo'sh, qurollarni olish kerak. Do'stlar, gap shundaki, bu bankirning uyida kod bor. Seyfni, aniqrog'i pullar turgan xonani ochish uchun yerda hatto seyf ham yo'q ekan. Undan tashqari kameralar qayerga qo'yilgan, qanchada vaqtda qorovullar almashadi, shular ham yozilgan bir fleshka bor do'stlar. O'shani olishimiz kerak. Hech narsam qolib ketmagan. Yo'q, hech narsam qolib ketmagan. Kelinglar, fanta, dorilar. Tomoqni qo'llab olib davolanib olaman. Bilmadim, balki menga hujum qilishmas. Axir bu banker bo'lsa, u hisob kitobdan boshqa nimani ham bilardi. Mana shu qutlar menga yordam beradi do'stlar chiqib ketishimga, lekin bilasizlarmi? O'tgan safargi qism kim ko'rmagan bo'lsa, muammo bo'lgan edi. Boyning uyidan chiqish. Biz boyning uyini o'margandik. Bizga u vaqt politsiya kelib qoldi va u boyning uyida bizga hujum qilishdi. Xullas, kim ko'rmagan bo'lsa, o'tib ko'rishingiz mumkin kanalga. Albatta ketma-ketlikda ko'ringlar. Bu hozir adashmasam 3-qism bo'lishi kerak. Xullas, bizning hayotimizni do'stlar mana shunaqangi actionga, sarguzashtlarga boy bizning hayotimiz, lekin juda ham xavfli. Haqiqiy hayotda takrorlamanglar, aks holda yomon bo'ladi. Bo'ldi. Xo'sh. Mana endi tushamiz. Yaxshi. Eshik qulflangan ekan. Bossning aytishicha, bu jitel, aniqrog'i banker jitel ko'chib ketishi kerak ekan. Shuning uchun ham bugun ulgurmasak, boshqa vaqtda umuman imkonimiz bo'lmasligi mumkin. Hoy, otma. Nima? Ichkarida kim bor? Men. Aytgancha. Ajoyib. Bekorda uyimga kirganingda politsiyaga qo'ng'iroq qildim. Nima politsiyaga? Jinursin seni jitel. Men seni qo'yib borardim, qara. Hozir ko'chib ketarding, o'z uyingga hammasini unutardik, ammo sen o'zing shuni tanlading. Yo, shoshmang. Endi shoshma, unaqangi gap ketmaydi jitel. Meni kechir. Do'stlar, qanchalik bular o'zini ahmoqona tushadi, bu ilma teshik bo'lib ketdi. Hozir oilasi yoniga borardi, ko'chib ketardi, lekin nima kerak edi politsiyaga qo'ng'iroq qilib, Nima kerak edi? Xo'p, mayli, bu uni tanlovi, nima ham qilardik? Xo'sh. Bu yer ko'chaga chiqish. Biror kun men ham o'zimning shunday katta uyim bo'ladigan umiddaman do'stlar. Bu bizga kerak emas. Jenurson. Nima balo, kuyib ketganmi? G'alati hid kelyapti, kuygan hidi pechkadan. Xo'sh, bu balkon do'stlar. Orzuyimki bu meni balkondan turib har kun ertalab kofe ichib tomosha qilish. Menimcha nimadir. Turibdi. Shu yerga tashlab ketgan ekansan-da. Yaxshi. Do'stlar, gap shundaki, bankerlar uylarni almashtirishadi, ularning o'rniga boshqalar kelishadi. Shuning uchun o'zidan keyin keladiganga qoldirib ketgan. Lekin do'stlar, fleshka yo'q. Balki o'zidadir fleshka.
Yana kim bilar, lekin yo'q, inventari bo'sh. Tushunarli. Demak, fleshka o'sha yerda qulflangan shkafchada. Ha, hozir olamiz uni. Ajoyib ish bo'ladi. Lekin nima? Yaxshi osib tashlayman qulfni. Mana bu o'zimga keldi birdaniga. Yaxshi, xo'sh, do'stlar, hozir buni titkilab ko'ramiz, balki ichida yo'qdir. Topdim. Ajoyib do'stlar, endi qulfni o'z joyiga qoldiramiz. Bo'ldi. Yaxshi, ana endi tezroq ketishimiz kerak. U aytishicha politsiya chaqirganiga qaraganda do'stlar hozir kelib jin ursin sirena. Buni qara, politsiyani yo'qlasa sirenasi eshitiladi. Hoy, taslim bo'ling. Jin ursin. Taslim bo'ling deb otishini-chi. Iflos. Hozir motak jin ursin. Mana hozir ko'rasanlar, ifloslar. Menimcha uy qurshovga olingan demoqchi edi, lekin qurolni ko'rib otishni boshladilaring. Bo'ldi, bu yerdan tirik ketmaysizlar. Ko'ramiz kim tirik ketmaydi. Mana, qaysi aytding shu gapni? Men. Taniyman, ko'rolmayman. Basharasi qo'rqul va do'stlar. Avvalgi safarda oddiy patrul xodimlari edi, hozir esa bunaqa ofitserlar kelishgan. Jennerson bu ketishda DXlar ham kelishi mumkin. DX davlat xavfsizlik xodimlari do'stlar. Ular juda ham kuchli bo'lishadi, yomon bo'lishadi. Bir yaxshi dorichi bordim. Boshqa ana bu yerda turibdi, Bo'ldi. Do'stlar, agar men ularni o'ldirmasam, ular meni o'ldirishardi. Shuning uchun ham bir desa ham bo'ladi. Lekin baribir mana shu hozir qani, mana kodlar, mana fleshka. Ajoyib. Albatta ajoyib. Xo'sh, boss yo'lga chiqamizmi? Qurollarni hammasini oldim. Zo'r. Boss, biz tayyormiz, ketdik. Bo'pti, yo'lga chiqamiz. Xo'sh, do'stlar, biz bankka hozirning o'zida yo'l olyapmiz. Yozib qo'yinglar, soat 13:00 da bankka o'g'irlikka tushiriladi deb, aniqrog'i boshlandi deb. Xullas, ishkal chiqarmanglar, bular qorovullikka qoladi, albatta. Bo'la qol endi. Xo'p, bo'ldi, boss. Ketdik mashinaga. Xo'sh, do'stlar, afsuski adashibmiz. Hozir qorovullar negadir almashishmadi. Hozir mayli, shunchaki to'g'ri yorib o'tamiz do'stlar. U yerda ikkita qorovul bo'lishi kerak. Xo'sh, 1 2 3 ketdi. Davay yigitlar, bosh kelmaymiz. Bugun biznikilardan hech kim bo'lmasligi kerak. Yaxshi. Bor yo'q ikkita ekan. Men hozir bo'ldi. Xo'sh, mashina ortiga inkasator. Bo'ldi. Xo'sh, ajoyib. Ketdik yigitlar. Xo'sh, bo'g'irlik, hech kim qimirlamasin. Cho'ndak. Xo'sh, hammasini tintib ko'r. Xo'sh, do'stlar. Xo'y, nima qilyapsan? Kiryapman. Mana shu yerda bo'lishi kerak. Mana. Xo'sh, kodni ayting. Hozir 1 5 6 8 4. Bo'ldi. Bingo ochildi. Ajoyib. Xo'sh, boss, qarab turing, men hozir olaman. Mana bu boylik, do'stlar. Jennerson, lekin avval biz boyni uyini o'marganimizda u yerda ham ancha-muncha pul bor edi. Do'stlar, nima ham qilardik? Olamiz, lekin o'sha boyga hech narsa bo'lmadi, hatto politsiya ham chaqirmadi, pulim yo'qoldi deb. Menimcha dengizdan tomchi bo'lsa kerak u pullar. Nimani qoldirsam ekan do'stlar, sig'mayapti, hammasini olishimiz kerak. Mayli, fanta kerak emas. Mana bu 25,000 so'm ham kerak emas. Yuk xalta ham kerak emas, ichida ovqat bor, keraksiz narsalar bilan mana bularni olaman. Bo'ldi do'stlar. Xo'sh, 20 dollar, 25,000 olaman. Ajoyib. Nima bo'ldi, boss? Kelishdi. Kim keldi? DX jin ursin. Yo'q do'stlar. Eshik yopdi. Yo'q, bo'ldi. Bu albatta yomon. Nima qilamiz? Tushamiz. Xo'p, hozir. Yo'q, xo'sh, qani. Jennerson. Bo'pti, yigitlar, mayli. Nima bo'lsa bo'ldi, ketdik. 1 2 3 yana bittasi turibdi. Yaxshi, otamiz. Ot. Bo'ldi. Ajoyib, bittasi ketdi, davay. Jon, yaxshi. Bo'ldi. Boss mana. Bu bossdan qoch. Bo'ldi. Ajoyib. Endi ketsak ham bo'ladi. Shoshmanglar. Mana buni ham bir ko'r. Mana bular qayerdan chiqib kelishibdi? Mana senlarga mashinang bilan. Ular menimcha bizni kutishgan. Qanaqasiga? Oramizda sotqin bo'lishi mumkin. Bo'ldi. Inkasatorni eshigini ham buzdim. Bu yerda mayda-chuyda. Shoshma, nima demoqchisan?
Yo'q, boss, chunki bular bu yoqqa kelishgan. Hammanglar o'sha yerda bazada gaplashamiz hozir mashinaga. Keting, sirena ovozlari kelyapti. Aha, sakraymiz. Nima deysan derb, kim sotqin? O'zim ham bilmadim. Boss, nima bo'lyapti? Ifloslar o'sha yerga ham yetib kelishibdi. Biznikilarni o'ldirib qo'yishgandir. Do'stlar, muammo chiqdi. DX xodimlari bu yerda ham. Boss, keling shunchaki to'g'ri ketamiz. Davay. Ey! Bo'ldi, bittasi ketdi. Yaxshi. Mana bu yerda turishibdi. Ajoyib. Mana bunday o'tamiz. Yaxshi. Kutmagan. Boss, kechirasiz. Xo'sh, yaxshi. Ajoyib. Ichkarida ham bo'lishi kerak. Mana qo'y. O'tamiz. Nima bo'lib uxlashyaptimi? Yo'qqa qaranglar. Allo. O'tamiz. Ajoyib bo'ldi. Endi biznikilarni qidirish kerak. Xo'sh, mashinalar shu yerda. Yigitlar. Yo'q, bo'lishi mumkin emas do'stlar. Yigitlarni olib ketish. Jinursin. Yo'q. Boss, menimcha yigitlarni olib ketishgan. Hozir men ichkarini qarayman. Aha, jon yaxshi. Menda ham shu ahvol. Nima ahvol? Yigitlar yo'q. Qo'ng'iroqqa ham javob berishmasa kerak endi. Lekin bizda DX kiyimi bor, mashinalar bor. Balki politsiya uchastkasiga hujum qilarmiz. Boss. Bilasanmi, sen ussizsan, lekin fikring ajoyib. To'g'ri. Hozir biz nima qilsak ekan? Do'stlar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Nima qilaylik? Hujum qilaylikmi yoki